Omisan do'stlar, sizlar bilan men yana Ronald. Bugungi videoda men ikkita sovuq Minecraft do'stimning shartlarini bajaryapman. Ulardan birining ismi Hasan va u menga chiroyli uy qurdinda va pulni portlat degandi. Lekin men uni chiroyli uy qura olmadim. Shunga villagerlar bazasini qurib qo'ydim. Aniqrog'i Umar shunday qildi. Endi men Umar 2.0 man. Hekkerning buvisi. Xo'sh, men shuni bajaryapman hozir. Xo'sh. Men bularni mana shu yoqqa qamab qo'yganman. Endi esa ularni yo'q qilish fursati yetdi. Qaysan bratan? Seni kim qo'yibdi chiqishga? Mana ortingga qayt. Mana sen bugundan battar bo'l. Shu senlarni ko'raylik o'zim yo'q. Baring bugun o'lasan. Hoppa. Yo'q, xudoyim telefonim qotishni boshladi. Bum bum bum. Tadan. Shunday qilib shart bajarildi. Yo'q, hali bajarilmadi. To'g'ri qayerga ketasan? Ana. Ana endi Minecraft'im rosa qotyapti. Shart to'laqonli bajarildi deb hisoblay qo'ya qolamiz. Men qisqasi shart bajardim. Keyingi videoda men 5 ta vizorni o'ldirishim kerak bo'ladi. 5 xil uslubda sizlar bilan men Ronald bo'ldim. Keyingi videoda ko'rishguncha